Real bo'lsa yaxshi edi. Yo'q-da. Qomatdan pul tashlashni ko'rasiz, Asaljon. Ko'timda hech narsa yo'q o'tiribman. Rosa yaqin joyda ekansiz menga. Qayerdasiz? Men Andijonda sizlar bilan qo'shniman. Siz qayerdan? Namanganda? Loladan. Loladanmi siz? Ha, yaxshi. Miyali sizlarga Haqlobod bor-ku. Shunga yaqinman-da. Real bo'lganda uchib borardim. Nimada uchib kelardingiz? Mashinada? Prosta men onlaynda bo'shana olmayman, shuning uchun aytyapman. Nimaga xotiningiz yo'qmi? Yo'q. Nimaga? Ketgan. Ajrashganmisiz? Yo'q, vafot etib qo'ygan. Uylanishingiz kerak-da bo'lmasa. Uylanishingiz kerak? Ha, albatta. Ha, uylaning axir, bunaqa yurmasdan. Amin tormi deyapti. Yalab ko'rsang bilasan-di. Tilingni Bular shu ham savolmi bular? Savol yo'qmi bular? Nechinchi yilsiz? 98. Yeringiz bormi? Ha? Lonani qayerdansiz? Oho, eringiz bormi deyapti. Lonani qayerdansiz deyapti. Bekar so'rab qo'yibman-da, qayerdansiz deb. Endi er oqtarib o'tiribman mana. Bajadonim og'rib qoldi, qo'lim og'rib qoldi. Tinchlikgami? Tinchlikga oryapmish qilib. Bo'shanmayapman. Ashnaqa mendaqa bo'lyapsa, shuning uchun realda ko'rishaylik. Siz o'ynavorsiz chiqib ketadi. Men o'ynasam ham ikirushkani tiqsam ham chiqmayapti-da. Hayotda chiqmaydi meniki. Ishoning. Ertamangacha bo'lsam ham onlaynda men bo'shana olmaganman, shu paytgacha bo'shana olmayman. O'zi bir soatda bo'shansam. Xotiningiz o'shancha o'tib qolgan ekan-da. Unaqa demang. Tovam yuragi og'rirdi. Tavbahim joyi jannatda bo'lsin. Bel yomon beryapti, belga beryapti, ishonavering. Ko'rishaylik. Ko'risholmayman-da. Xudoyim. Nima uchun? Men o'zim yaxshi ko'rgan odamim bilan birortasini yaxshi ko'rsa yoqtirib qolsam deb berilib yotim kerak bo'lmasam, berilmasam men bo'shanolmayman. Qarang-da, hozir men sizga WhatsAppdan chiqaman. Bitta ko'rishib gaplashaylik. Yo'qsam keling deysiz, boraman. Pul tashlang, keyin WhatsAppga o'ting. Mayli, pul ham tashib beraman. Shu yerda kameringizni ochib qo'yavering. Yo'q. Do'stim bor, dushmanim bor bu yerda. Qo'ying, o'zi hit olib yuribman bu yerda. Nimaga? Nima bo'pti hit bo'lsangiz?
Uylamacha o'ynashyapti o'zi. Davay balkon 90 301 58 06 WhatsApp kutib yozamiz asalaram. Qaytga tashlang deydi. Davay balkon 90 301 58 06 300 rublga qo'l bilan kancha, 400 grushka bilan kancha bo'ladi asalaram. 25 santi grushka bilan goli holatda bo'ladi asalaram. Dushanbeni tashlasa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Endi ko'ryapman bunaqa nomerda. Tojikistondan bo'lmaydi. 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 Tojikistondan salom edi.